Men-ku sizni taniyman. Aha. Uzun yillardan beri tanishmiz. Hamkorimiz ba'zi masalalar, tabobat borasida xosatan. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Shuhrat Ibrohimoğlu Shernazarov. Jarrohman. Umumiy tabobat bo'yicha ham shug'ullanamiz. So'nggi yillarda asosan bolalarni xatnasi bilan shug'ullanaman. Ya'ni chuqurlashgan, eng optimal zamonaviy usulda kuniga 10lab, yiliga 1000lab xatna qilaman. 15 yil tajribamiz bor. Jamoa bilan ishlab, ulamolar bilan ishlab, Tibbun Nabaviy kitobini sharhlari bilan chiqardik mana shu yilda. Shifokorlarning sharhi bilan. Shifokorlar hamda tabiblar Ibn Sino ta'limotini bilgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabobatlarini tushungan kishilar bilan birgalikda qori akalar, tarjimonlar, arabshunoslar, bir qancha ulamolar bilan birgalikda uni zamonaviy tibbiy sharh bilan chiqardik.